Men Bo'kada qishloqdan keldim-da, bezmaklar hozir ikkita uy topib beraman. Kim oladi? Gapim yoqmaydi. Olmaliqda maklersiz uy topib bo'lmaydi. Uy topib olmoq zo'r. Bularga ham qo'shimcha to'lov qilishga majbur bo'ladi insonlar. Olmaliqda maklersiz uy topish talabalarga qiyin. Menimcha maklersiz uy topsa bo'ladi. Hop ijtimoiy tarmoqlarga kirib, makler bilan ishingiz tezroq bitadi deb o'ylayman menimcha. Продали родители квартиру двухкомнатную без риэлтора. Maklerlar hozir hamma joyda egallab olgan. Salkam 100 dollarga, 200 dollarga topib beradi-da, keyin yana boshqa bir odamga yana topib berib, ish faoliyatini ular ham bir biznes qilib olgan hozirgi kunda. Maklersiz uy topish o'sha qiyin bo'ladi, chunki yo'dan bu yoqdan o'zingiz qidirganingiz bilan topib olmaysiz. Lishni yo'dan qo'shilish kerak baribir, hamma narsani biladigan. Hammani sharoiti bir xil emas. Maklerlar juda ham ko'p foiz olishadi. 5 vaqt namozimda duo qilardim agar shunaqa yigitlarimiz shunaqa qilib qiynalgan oilalar bor, ko'chada yurganlar bor, kimnidir uyida sig'inib o'tirganlar bor. Shularga agar maklersiz, foizga pul olmasdan uy topib bersa, men shu yigitlarni 5 vaqt namozimda duo qilaman. Ota-onasiga rahmat. Bizning kanalimiz Uy top Olmaliq Instagramda. Men a'zo bo'lganman. Mana shu kanal bezmaklar uylarni sotadi. Bezmaklar ijaraga uylar topdirib odamlarga. Bilaman, men dilashayimman, ko'ring, yurakchalarni qizartirib o'tiraman uyda o'tirib. Mana sizga rahmat katta. Rahmat, baraka topinglar, topganinglarga Alloh baraka bersin. Sizlarga bitta yangiligim bor. O'zingizlar guvohi bo'ldinglar, odamlarning fikri bilan tanishib chiqdik. Sizlarga yangiligim shundan iboratki, biz Uy top Olmaliq kanali yangi yopiq maxsus Telegram kanal ochganmiz. Bu kanalda kuniga 10 talab ijaraga uylar qo'yiladi. Bezmaklar egalarining nomeri bilan birga. Yopiq Telegram kanaliga qo'shish uchun Uy top Olmaliq kanaliga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Hamda mana shu izohlarda Uy top so'zini yozib qoldirishingiz kerak. Uy top Olmaliq kanali reklamalar uchun yangi yil chegirmasini e'lon qiladi. 30% chegirmada siz uyingizni biz orqali sotishingiz mumkin. Uyingizga borib professional videoga olib reklama qilamiz hamda butun ijtimoiy tarmoqlarga joylaymiz. Bu degani o'zingiz hech qanaqa maklerlarsiz uyingizni tezda sotishingiz mumkin. Shoshilib qolinglar, bu videoga like bosib, yaqinlarga yuborib qo'yinglar.